Как вы думаете, как всегда, ночь я опять не спала. Не знаю, intriga расследованиялар ko'rib chiqdim. Nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yyapti. Uxlolmadim, ishonasizlar, men hozir uxlab qolsam kerak. Boja moy, uyqum kelmadi ertalabgacha. Ano, Ko'koshda invalid qilgan больница bor-ku, mana toshbaqa, mana bo'yni qisilgandek qilib yuradi, toshbaqa, vrach. Og'zi tinmadi, hamma yoqqa intervyu berib chiqadi shekilli endi. Intervyu beryapti. Ozodopani oqlab bergan. Bizni ham oqlab bersin. Ozodopa oxirigacha turib, pullarini to'lab, Ozdopa bilmaganligini bilib aytib chiqdik haqiqatda. Ozdopa rostdan ham bilmagan ekan. Tuzalib ketdi deb o'ylagan ekan, Ozdopadan yashirishgan ekan deb to'g'risini aytib chiqdi. Seni nima yashiramiz? Qo'ng'iz, to'ng'iz. Baribir ham sudda javob berasan-ku, baribir ham sudda ekspertiza bo'ladi, baribir ham javob ber, baribir ham vinovat bo'lasan-ku. Ozdopa o'tdi vinovat emas edi-ku. Ozdopa zakashku klip zakaz qilgan. Prosta qarab turmang deb baqir-chaqir bo'lgan Ozdopaning situatsiyasida. Siz qarab turdingiz, qo'yib qo'ydingiz, insofingiz yo'q ekan, unaqa bunaqa deb, lekin operatsiyalarning pulini to'lab berdi-yu, senga o'xshab qochib, hushdan ketib, sostoyaniyasi yomon, yuragim ushab qoldi, men toshbaqaman deb bahona qilayotgani yo'q-ku. To'g'ridan to'g'ri pulini shaq to'lab oyoqqa turgizdirib bordi. Sen o'zingni tenglashtirma. Nechta odamni invalid qilib tashlading? Bo'ldi, o'sha intervyu beraverma. Menga keladigan bo'lsak, ana Toshkentdagi yurgan xotinlarni, hali ro'moldagi xotinlarni men tanimayman. Chorniy porniy qilib tashlaganman, umuman yig'ishtirib qo'yganman unaqa tugagan odamlar bilan atnosheniyani. O'shani orqali oqlamoqchi bo'lsang, o'zingni bo'qam qo'lingdan kelmaydi, ovora bo'lma. Ano kartoshkachiga keladigan bo'lsak, gapirmay qo'ygandim. Bu ham xotinkalach ekan. Ming'ir. Uyatdan ming'ir, bu yerdan ming'ir, uyatdan ming'ir qilib intervyu berib yuraverar ekan xotinkalachga o'xshab. Shu kavlovuradi Ko'koshni ko'tini kavlorib. Charchamadingizmi? Nima bola, zakaz tushmayaptimi? Abbos aka bo'ldi endi. O'tib ketdi, ular sudda gaplashib oladi. Sizni o'rtoqlarga ko'tlik qilishingiz o'sha tushundik, o'sha tashab ketvardingiz. Ko'kosh menga anaqa qilgan, Ko'kosh manaqa eski tursiklarni ham olib chiqib menga telefon qildirib, ano tugagan xotinga menga telefon qildirib, meni uni tanishim emas. Men bo'qimga ham bilmayman unaqa xotinlarni. Telefon qildirib, ayting, Ko'kosh narkoman bo'lgan, Ko'kosh ono bo'lgan, mono bo'lgan deb eski tursiklarigacha olib chiqding. Bo'lmadi, o'xshamadi. Yana endi kavlayapsanmi? Bitta неудачный jurnalist bor. Bitta неудачный, udachi bo'lmagan. Jasmin bilan gaplashtiring deb ana bitta qanchiq men nomerimni so'ramasdan berib qo'ygan ekan. Telefon qilib gaplashsak bo'ladimi? Dedi, bor yo'q al deb 7000 olib qo'yganda klinikadan. Oqlab beraman sizni, Jasminga ayttirib oqlab beraman sizni deb. Qo'toqda ham oqlana olmaysan, hali ham yotib tikanku kasallar, chiriyotganlar hali ham yotib tikanku. Keyin men nima xohlaysiz desam, telefon qilsam bo'ladimi dedi. Bor yo'q al deb chorniga tiqib yubordim. Gaplashmadim umuman. Qayerda? Meni voy голосовойim bo'lsa o'sha chiqarishib yuboraver. Po'xo'y. Voy sikvarishding. Men ash qanjiq bilan o'ralashib o'zimni bo'qqa tiqdim. Menga po'xo'y, lekin meni har doim ko'tim oppoq. Hamma joyda. Nimaga boshlaganlar jim o'tiribdi-da, qolganlar ответственность bo'yniga olib chiqib, men gapirib chiqqanimdan keyin doktor Zarifani atrofida hamma kechirim so'rab chiqdi. Hamma qilgan ishni qilib qo'yib, nimaga men yashirishim kerak, nimaga men birovni ko'tini yopishim kerak. Ummondagi Zohidni xotini Kamola chiqib hammaga voy Zarifa unaqa, voy Zarifa bunaqa, voy dod videolarni qo'yish kerak. Voy dod, rahmat Jasmin opa, 70 ta bola o'lib qoldi. 70 tasi komaga tushib qoldi. Qo'ying, videosini qo'ying deb menga голосовойlarni jo'nataverdi Zohid xotinini hamma, jo'nataverdi Zohid xotinini hamma голосовойni. Qo'yinglar, sharmanda deb Shumixani ko'tarib Alloh bor, Alloh bor ekan, Alloh deb chiqibdi. Janjal Shumixani ko'targan asha Ummonda Zohidning xotini hamma menga tashlanib yotibdi. Men to'g'risini aytib chiqdim. Qani потерпевший, qani deb so'radim. Qani потерпевший, kim bor потерпевший desam, hech kim chiqmadi. Yo'q ekan. Zohid xotini umla urishib qolgan Zarifa bilan, nimadir bo'lgan orasida.
Keyin o'sha yomonlab chiqishni boshlagan. 50 ta bola o'lib qoldi deb Davruzga chiqqan, Davruz chiqargan, men chiqarganman. U yoqdan tugagan ismini ham aytkim kelmayapti shu xotinni meni bo'qqa tiqib yuborganidan. Umuman ko'nglim ayniydi shu xotinda ismini eshitsam ham. O'sha xotinga chiqqan, dod faryod qilib menga yozishgan. Mana doказательство, mana dedi. Voy, 70 ta bola o'libdi, 80 ta bola komaga tushib qolibdi deb men ham chiqarib yubordim. Mana shu kamola qilgan, Zohid xotini kamola hammasini. Shu Zarifani bo'qqa tiqqan, meni bo'qqa tiqqan, boshqalarni bo'qqa tiqqan shu kamola bo'ladi. Munisa Rizayeva telefon qilib qoldi menga. Jasmin, xato ish qilyapsiz. Siz u qiz bilan gaplashib ko'ring. Agar birorta bola o'lib qolib, yo bo'lmasa birortasi zaharlanib, tam bitta dona xatyapti, zaharlanib birortasi o'lib yo komaga tushib qolganda, men ham chiqarardim dedi Munisa opa. Qarab turmasdim, birovni bolasi, конечно, birovni bolasi naryoqda tursin, oddiy mushugi o'lib qolsa, ilma teshik qilib tashlaydi prokuraturani deb gapirgani uchun gaplashib ko'ring u qiz bilan dedi. Gaplashsak tuhmat deb ularni delo ochib bergan ekan. Nimaga bu ikkita qanchiq, nomini aytmaydigan qanchiq bilan Kamola kechirim so'rab chiqishyapti 3 kundan beri. Rahmat, Alloh uchun rahmat, Alloh uchun deb kechirim so'rab chiqishyapti. Потому что ularga tuhmat bilan nima haqoratga delo ochilgan. Ikkalasiga. O'shuncha qo'rqqandan rahmat, biz dugona bo'ldik, qaytadan dugona bo'ldik deb chiqyapti. Shu situatsiyadan keyin уже hech qachon mana uni chiqarib bering, siz ham qo'shiling, mana uni gapiring, mana unga qo'shiling desa, umuman chiqarmayapman. 3 kundan beri menga bitta qizni mashina urib ketibdi, meditsinada o'qiydigan qizni mashina urib ketibdi, Telegramimga ham tashlashyapti, Instagramimga ham tashlayapti, TikTokka ham tashlashyapti, chiqarmayapman. Aralashmayman qaytib deb qasamyod qilib qo'ydim. Tavbalar qivordim. Hozir birorta nito narsa komada yotibdi ekan u qiz. Hozir birorta nito narsa gapirib qo'ysang, yana boshlanadi boshdan oxirigacha unaqa emasidi manaqa deb. Ozodopa haqida Ozodopani oqlab chiqishdi-ku deb gapiribdan u qiyshiq-piyshiq doktor. Endi Ozodopa haqida haqiqatlarni gapirib o'tib ketay. Boshida menga Rustam Sagdiyev chiqdi. Shunaqa bo'pti. Shunaqa qiz yotibdi ekan, siz bilan gaplashmoqchi dedi. Esinglarda bo'lsa, istoriya qo'yib ketganman. Men u qiz bilan gaplashdim telefon orqali. Telefon orqali gaplashganimda nimaga eshitdinglar Sabrina bilan telefonda gaplashganimda, nimaga men telefonni zvonokda chiqarmadim? Vнимательно eshitib olinglar. Tarqatib olinglar, hamma haqiqatni bilsin. Nimaga telefon orqali gaplashgan голосовой telefonda chiqarmadim? Hali ham turibdi shu. Потому что Sabrina juda ham ko'p so'kinar ekan. Uyat gaplar gapirib orar ekan, juda ham ko'p so'kinar ekan, juda ham tili yomon ekan. Shuning uchun xalq yomon ko'rib qolmasin pul to'plashdan oldin deb chiqarmadim. Во-первых, дальше hozir bo'ladi. Во-вторых, birinchi kuni istoriya chiqargan, hamma chiqarishni boshlaganda men Visa Centerdan chiqayotgandim. O'sha kuni istoriya qo'ygan, o'sha minutidayoq, men istoriya chiqarganimdan keyin meni chiqargan istoriyamga minutidayoq Nilufar opa chiqdi. Ozodopani singlisi menga chiqib aytdi, "Jasmin, unaqa emas, manaqa bo'lgan, to'xtab turing" dedi. To'xtab turinglar, sizlar tashab qo'yibsizlar, unaqa bo'lib desam, "Yo'q" deb tushuntirishga harakat qildi. Yordam beramiz dedi. Kim xohlamadi yordamini Ozodopani? Nimaga Ozodopa klinikaga kelib yashirincha to'lab ketdi pulni bilasizlarmi? Hozir men sizlarga aytib beraman, shok bo'lasizlar. Haqiqat ochilsa, polniy hammani ko'ti ochilsin. Shunda men Nilufar opa chiqishiga sirrazi Sabrinaga telefon qildim. Sabrinaga telefon qilib aytdim, "Sabrina, Ozodopa pul to'plamanglar, xalqdan pul to'plamanglar, hammasini o'zimiz to'laymiz, hammasini o'zimiz ko'taramiz. Doktorlar bilan gaplashdinglarmi? Hamma yo'qni surishtirdi. Doktorlar bo'ladigan bo'lsa, men bilmagandim, qiyshiq bo'lib qolganini bilmagandim, потому что ular syomkaga chiqib yurishgan. Syomkani ham qo'yib o'tib ketaman hozir. Syomkaga chiqib yurishgan Sabrina bilan onasi. Короче, Ozodop aytdi, syomkaga chiqib yurgani uchun hammasi yaxshi deb o'ylabman. Men ham yo'g'ini ko'taraman, pul to'plamanglar deb. Menga yalinib Xudoning nolasini qivordi Ozodop. Iltimos biz bilan uchrashsin. O'rtog'im chiqdi. Ozodopani tanishi, meni tanishim, общий tanishimiz. Iltimos, Jasmin, adresini bilib bering, qochib ketishibdi biz olgan kvartiradan. Qochib yurishdi Sabrinalar Ozodopadan. Sabrinaga aytdim, "Ko'rishing Sabrina, ko'rishing. Ozodop polniy pul bermoqchi."
Ko'rishing Sabrina, ko'rishing, ozdopa pul bermoqchi. Siz bilan ko'rishib polniy rasxotini to'lamoqchi. Ozdopa siz oldingizga kela olmagan ekan, потому что голосовойlarni yozib olish, uni yozib olish, buni yozib olish, shunaqa narsalar bo'lmasin deb kelmagan ekansam, yo'q. Men u xotinni ko'rsam, avariya kunim esimga tushib ketyapti dedi. Ozdopa yo'q edi-kan avariya paytida desam, baribir ham ko'rgim kelmayapti deb qochib yurishdi. Onasi bilan qochdi u yoqqa, uni kvartirasidan Moxinani kvartirasiga, bu yoqdan u yoqqa, uchadigan kuni больницаga qochib ketishdi, потому что tarqalib ketdi va men biletni chiqarib yubordim-ku, nima Instagramga. Moxina olib bergan biletni deb aytib o'tib ketay, ba'zilar boshqalar olib beribdi deb Moxina olib bergan biletni. Больницаga yotishib oldi, больницаning ham голосовойлari bor, больница bilan kim gaplashgan, yashirib qo'yaylik, Sabrinani yashirib qo'yaylik deganlarigacha bor menda. Asha gapirganlar biladi o'zlari, голосовоylargacha bor menda. Bir kunga yashirib qo'yaylik, bir kunga yashirib qo'yaylik, bugun uchmaydigan bo'ldik, bir kunga yashiraylik, yashirinib turishimiz kerak deb больницаga yotishib oldi. U yerdan Sabrina to'lka Jasmin opa bilan gaplashaman dedi, men bilan gaplashdi to'lka. Keyin Ozidopa opa bilan ko'rishing, всё время ko'rishing deb aytaverdim. U qiz men dedi, anaqa bo'lib qolyapman, tutqanog'im tutib qolyapti, bu narsam tutib qolyapti, yuragim ushab qolyapti, ko'zim ko'rmay qolyapti. Bo'lib ko'rishkisi kelmadi. Nilufar opa menga har 5 minutda telefon qildi, men ko'tarmadim. Nilufar opani xafa bo'lib cho'rniga ham tiqib qo'ydim, Ozdopani cho'rniga tiqib qo'ydim, potom yana qaytib ochdim. Keyin surishtirib bilmayman nimaga Sabrina qochib yurdi. Oxiri aeroportda ko'rishib oldi. Потому что Nilufar opa aeroportda qo'riqlab o'tirdi aeroportda. Hech kim Nilufar opaga aytmadi, nechida uchishyapti, anaqa ertalab kelib, kechgacha shu aeroportda kutib o'tirib, ushlab olib, qo'liga $3000 berdi. Men 100 million marta aytdim, siz kasal odamsiz, sizga pul kerak. Ozdopa pul beraman deyapti. Oling desam, yo'q dedi. Olaman dedi, olmayman dedi, olaman dedi, olmayman dedi, olaman dedi. Lekin Nilufar opa qo'riqlab, aeroport tagida qo'riqlab, qo'liga $3000 berdi. Keyin bu yoqqa uchib kelgandan keyin больницani местоположениесini bilishib, kelib больницada operatsiyani pulini to'lab ketishdi. Xohlamagandi Sabrina. Endi men sizlarga bu narsani aytib o'tay. Yulduz opa yaqinda intervyuda gapirib o'tibdi. Ozoda bu yerda vinovat emasku, deb. Shuncha payt Sabrina oyoqqa turguncha kutmasdan primoy efirlarda gapirib yuborsangiz ham bo'laverardi-yu. Nimaga? Просто telefonni ushab turinglar, men Ozoda haqida gapirmoqchiman. Hamma blogerlar, hamma artistlar мнениясini bildirayotganda siz ham telefonni olib, shu Ozoda haqida мнениямni bildirib ketmoqchiman deb gapirib o'tib ketsangiz bo'lardi. Shuncha kutmasdan, nabarot Ozodapaga приятныйroq bo'lardi, именно og'ir situatsiyada. Hozir Ozodopa u paytda siz gapirgan paytda Ozodopa u og'ir situatsiyadan chiqib ketib bo'lgandi. Menimcha deb o'ylayman. Menimcha shu Yulduz opa hali bir narsalar o'xshamagan uchun gapirib chiqmadingizmi yo'q? Chunki Sabrina ham qochib yurdi, siz ham gapirmadingiz, endi gapirishga qaror qildingiz. Ano передача ham cho'ta chiqmadi. Snimat qilingan, yanvarda snimat qilgan передача ham cho'ta chiqmadi. Cho'ta mendan qochib yurishdi, cho'ta Sabrinalar onasi bilan. Что-то странное мутите вы, шоу-biznes. Nimadir странный mutit qilyapsizlar, sizlar bilinib qolyapti juda ham. Sabrinaga keladigan bo'lsak, xuddi men rahmatni sug'urib olgandek bo'ldim Sabrinadan. Bunga rahmat ayting, unga rahmat ayting, rahmat aytib qo'ying, odamlar xursand bo'ladi deb xuddi rahmatni sug'urib olgandek bo'lib qoldim, lekin oxirgisini chin ko'ngildan aytdi, o'zi xohlab, men aytmadim. Men o'shanda borganimda aytdim, video olmayman, video olgim kelmayapti desam, Yulduz opa aytdi, Sabrinani aytadigan gaplari bor ekan dedi. O'shanda video snimat qildik. O'zi xohlab gapirdi. Lekin Ozoda opa молодец. Ozoda opa çok молодец вообще. Hech kimga bildirmasdan to'lab qo'ydi, потому что Sabrina olmasdi pulini, olmayotdi. Bilmayman nimaga olmayapti. Ozoda opa вообще klipda uroqda yo'q, ketmonda yo'q ekan. Bilmadim nimaga olmadi pulini. Men aytdim 100 marta. Siz kasal odamsiz, sizga hali ko'p pul kerak bo'ladi. Oling deb 100 million marta aytdim. Endi Yulduz opani ilonligini bilamiz.
men prosta intervyusini aytib o'tmoqchiman. Yulduz opani ilonligini bilamiz. Oxirigacha kutib o'tirdi. Oxiri men video chiqarmagunimcha kutib o'tirdi. Mana Sabrina turib oyoqqa turib ketdi debagunimcha kutib o'tirdi. Sharmanda bo'larmiki, yo'qmi? Ozoda hozir sharmanda bo'ladi. Ozoda hozir sharmanda bo'ladi. Hozir abjag'ini chiqarishadi Ozodani. Voy sharmanda bo'ladi deb kutdi qarasak hech bola bo'lmaydi ekan. Shu yerda mneniyamni aytib o'tib ketsam, xalq meni yaxshi ko'rishni boshlaydi dedi-da, shap etib Ozoda haq. 100 ga 100 yutib tashlaydi sudga bersa. 100 ga 100 yutib tashlaydi sudga bersa deb oxirida gapirib qo'ydi. Lo'q bo'lmanglar, это strategiya. Strategiya. Ozdopan muxlislari Yulduzni ham sevib qolsin deb strategiya qildi, между прочим.